Hozir ko'rib turganinglardek bu liniyamizni Pexalpex liniyasi ekan. Juda bir qiziq bo'lar ekan bu Pexalpex ham. Chunki bir nechtadir sloylardan iborat bo'lgani hisobiga. Shunga sizlarga qiziq bo'lsa kerak deb turib bir kontent qilamiz bunda ham. Hop bu narsa alyumin ekan, g'altadagi bu alyumin ekan. Taxminan bir 2 soatlarda bitta g'alta tugayotgan. Tugagan zahoti ikkinchi g'alta ularni kechish kerak bo'lar ekan. Mana bu narsa nima? Bir ko'rish juda ham ajoyib ko'rindi, lekin tushuntirib berish juda bir qiziq narsa ekan. 2 soatda almashgan paytda liniya to'xtab qolmasligi uchun ketini ulab olish kerak bo'ladi. Ketini ulash uchun mana bu yerda оборудование turibdi. Birinchi g'alta bilan ikkinchi g'altani mana shu narsa orqali svarka qilib ulanar ekan. 110 metr lenta bor ekan, alyumin lenta. Mana shu svarka qilguncha mana shu yerdagi zapasi ishlab turar ekan. Davom etamiz. Mana bu yerda Pex A'imiz ishlab chiqarilyapti. O'z Pex A'ni qizdirib ko'rganimizda o'zi prozrachniy bo'ladi. Mana shunaqa holatda bo'ladi, qizdirilgan bo'lsa. Bundan keyin yana bu yerda bir yana qiziq jarayon ekan. Plankamiz bilan alyuminni o'rtasiga yana sloy qo'shilar ekan. Haliga aytgan alyumin lenta mana shu yoqqa kelib turib, mana shu оборудование orqali cheti tekisga solinar ekan. Mana bu yerda 700 gradusda svarka qilinar ekan. O'zi mana shu yoqqa alyumin metalloplash plankalarning farqi shundaki, barcha lazerda yaxshilari o'sha lazerli bo'ladi, lazer jet deyiladi. Endi arzonchilari overlap bo'ladi. Mana bu оборудованиеda shu svarkalarni tekshiradigan оборудование ekan. Intellektli оборудование deyapti, uncha zavodlarga yo'ryapti bu narsani. Ya'ni sifatini tekshirar ekan svarkani. Mana ko'rib turganingizdek bu joyiga kelganda alyumin ustida yana Pex A chiqyapti. Va yana liniyamizda охлаждение deydimi, davom etyapti. Va o'sha qolgan liniyalarga o'xshab turib tekshirilyapti. Diametrlari joyidami, yo'qmi, qanaqa ketyapti, razmeri tekshirilyapti. Keyin bu yerda yozuv, printer va tayyor bo'lgan mahsulotimizni upakovka jarayoni ham avtomat tarzda ekan. Ya'ni inson faktori yo'q, bu yerda ham avtomatik tarzda qilinar ekan. Bunga оборудование bor ekan. Mana tayyor bo'lgan qutamizni hozir bular uchini kalibrovka qilib qo'yapti. Buqtani boshini oxirida. Mana tekshirish jarayoni mana qarani zoldir. Mana shu zoldirni sig'izib olib, burada kompressorda давление berib turib tekshirilyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, bunaqa tekshiruvni ko'rganmisizlar yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiringlar.